Yana alam qiladigan narsa shuki, bugungi kunda ma haromxo'r kelinlar svidaniyaga chiqib, bitta oshxonaga borib, bolalarni o'tkazib, ona ikkita ajdarho ammasi bilan xolasi birga borib olib, yemaydigan narsani oldirib, hamma yoq qilib, 20 ming, 30 ming pulga tushirib, menga bola yoqmadi deyapti. Ya haromxo'r 20 ming, 30 mingga tushirgan, to'lab qo'y yeganingni. Bola yoqmasa nima yeding? Nima ko'tarib ketding keyin o'yinchoqlarini? Sen ham molmisan 20 ming, 30 mingga tushib beradigan. Qadan chiqdi? Obor olib, ushlashtirishga borib, ajinalar o'tirib olib, unga bu xonaga kirib, bunga bu xonaga kirib, hamma zakaz qilish. Aytchi, qayda bor? Kim rozi shunga ayting? Halolmi shu xotinlar aytgan narsa shu? Sizni bizning qizimiz shu. Yo jiyanimiz shuni deyapti. Shu bizning xotinimiz billa boradi, ammasi bo'lib, xolasi bo'lib. To'g'ri-to'g'ri ko'rish qo'ysa bo'lmaydimi? Shu qiznikiga borib, mana o'g'limizni olib keldik. O'zinglar uylarda bir ko'rishib, gaplashib qo'ysin deb bitta xonaga olib kirib, ikkita yana bolasini qiziga ko'rsatib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Albatta bor, yeyish kerakmi? Gatayida o'sha yeb qorin boqadigan haromxo'rlar bor. Sochib olib yuradi. Kirib o'tirgandan keyin sochi kelib qizimga deb dasturxon soladi. O'tirib, qorinni to'ydirib, obed qilib, keyin qaniyda chiqib ketadi. U iflos qorin to'ydirgan borgan sochi haromxo'r. Qorin boqib yurdi haromxo'rlar. Ko'ringan dasturxon solavermang. Kirsa narsa beravermang. Olmasin qizingizni. Begarni rasxot qilmang. Kimsan deng? Olasanmi o'zi deng? Qani oladigan bolang deng? Tegasanmi deng? Teysang ye deng. Tegmasang yema, zaharli uni o'rniga deng. Haromdan emasdan deng. Shu uy bo'ladimi endi? Misol, men o'g'il uylanmoqchi bo'lsam, o'g'limga 4 ta qiz ko'rsatsam, 100 ming pulim ketsa, 100 ming pulga to'yim o'tardi. To'rovga yoqmasa meni o'g'lim. Dod deyman demaymanmi? Yeganingni o'ylab bermaysanmi? Bilasizmi, oldingi odamlar uyga bir narsa tashlab ketsa, kelin olaman deb, nonni sindirib qo'yma derdi. Nonni sindirgandan keyin berishimizga to'g'ri keladi derdi. To'g'rimi? Shu nonni sindirmasdan qand qurslarni turib, biroz o'ylanib, bo'ladigan bo'lsa, kelinglar deb ko'zini olib non sindirar, non sindirdi bo'lib, bunday bo'lib ketardi. Bo'lmasa, shu qand qurs hamma yoq shuni olib borib beradi. Omonat ilamamiz, bera olmas ekanmiz derdi. Bular qanaqa odam edi? Bular qanaqa odam? Men aytayotgan odamlar u vaqtda namoz o'qimas edi. Aroq ichardi, popir chekardi. Bular kishini haqqidan qo'rqardi. Hozirgilar 6-chi hojayalar, umraga borganlar bu haromxo'rlar. Bu tekinxo'r, haromxo'r, hajga borgan, umraga 6-chi bo'lib turib qilayotgan ahmoqligi buni. Namozxonni qilayotgan ishi bu. Mana sizga kerak bo'lsa, bolani oqibat qayerga boradi? Aytingchi, sizni biz kasallik qilgan, obro'yimiz ketkizgan kim? Bolamizmi? Kimni bolasi kimga quloq solyapti? Ayting. Bolangiz gapiz o'tyaptimi? Aloqadan nima qilasan? Tirnoqqa zolmondan yiqilib, Xudoga shukr deymisan, Xudo seni balo ofatlardan asratgan bo'lsa, uni o'rniga shu kuchingni ibodatga bermaysanmi? Dinga xizmat qildirmaysanmi? Bir aytib berganman. Bir yerga borganimda meni tanishtirdi, ustoz deb. Turkiyada. Undan keyin gaplashib o'tirib, uylanganmisan dedi. Ha dedim. 4 ta bolam bor dedim. 94-yilda. 3 ta bolam bor dedim. Mashalloh dedi. Sen deydi, sendek odamga din muhtoj bo'lib turganda xotin quchoqli 3 ta bola topyapsanmi degan savol bergan menga. 94-yilda bergan bu savol menga. 94-yilda men 29 yashar bolaman. 29 yashar bolaga berayotgan savol, sendek ilmli odam dinga xizmat qilish o'rniga xotin quchoqli 3 ta bola topdingmi? Xudoning oldiga bor nima deb javob berasan degan. Biznikilar nima qilyapti? Sunnatda xotin ustiga xotin olib o'ynayapti. Sen boshqa sunnatlarni ham qilgin, dinga xizmat qilgan sunnatlarni ham. Harif ham tanigin. Hada xotin olish sunnatdan bir Qur'on o'qishdan o'rgangan, bir shariatni o'rgangan. Mana shu narsalarni bilganda shu odamni shu savolni berarmidi? O'ziga o'zi shundan qilib
bir narsalar xulosa qilib, bitta hadisning ushlab olib, bu qanaqa jannatga kiradi deydi. Nima, bola boqsanglar jannatga kiradi, bolasi yo'q jannatga kirmaydimi? Jannatga kirish uchun Xudo taolo topaman desa, lahming bahona topadi. Do'zaxga solish uchun ham lahming bahona topadi. Bu Xudoning xohishi bu. Lekin bu narsalarning tagida nima bor desa, o'sha diniy ruh bilan tarbiyalash. Xotinga uylandingmi, shu xotin bola chaqaga joning tikasan, shular jannat bo'lishiga. Chidasang uylan. Qo'lingdan kelsa uylan. Qo'lingdan kelmaydimi, uylanma. Qo'lingdan kelsa tegib muddasidan chiqa olaysanmi? Ering rozi qila olaysanmi? Qayna-qaynatang duosini ola olaysanmi? Tuqqan bolani tarbiyala olaysanmi? Qo'lingdan kelsa Qo'lingdan kelsa tegmagin. Keladi mayerga. Bolalarini ko'tarib keladi, erim tashlab ketgan deydi. Nima ering tashlab ketadi seni? Kichkina bolalarni ko'tarib tilamchilik qilyapti qizlar. Balki hozir ham bordi. Nimaga ketdi eri? Nima uchun bola chaqangni boqmasdan ketding? Yoki nima uchun seni tashladi ering? Nima aybing bor? O'rganmaysanmi o'zingni? O'g'il kattayib ketib uylab qo'yishga, "Voh, qizim qarib ketib berish kerak." Siz so'rang undan. Qizim, yuzimiz eriga qaratmaysanmi? Bir chiroyli ona bo'la olaysanmi? Xizmat qila olaysanmi? Bu turqing kimga kerak bu oyog'i? Ya'ni shippaklab o'pking. Durdagan labing kimga kerak seni? Bir pokizamisan qizim? Alloh Xudoni taniysanmi? Bolaga ham xuddi shu savolda, birovni qizini senga beryapmiz. Yuzimiz yerga qaratmaysanmi? Ertaga bitta bolasidan, ikkita bolasidan haydamaysanmi? Chidaysanmi? Boqa olaysanmi? Qo'lingdan keladimi? Erkakmisan? Subuting bormi? Xudodan qo'rqasanmi? Ajr kerakmi? Savob kerakmi? Bering shu savolni. Yararmikin? Yaramagandan keyin bosh tortmasin. Shundaylarmi akalar? Mana bizning savolga javobimiz. Jannatga kirishning yo'li ko'p. Qiz boqsanglar emas. Eng asosiy jannatga kirgan narsa bizni Alloh bilan bo'ladigan muomalani chiroyli qilish. Xudo nimani buyurgan bo'lsa shuni qilish. Nimadan qaytarish shundan qaytish. Payg'ambarimiz alayhisalom nima ko'rsatma bergan bo'lsa shuni qilish. Nimadan qaytargan bo'lsa shundan qaytish biz ishimiz. Har kim o'zini holatidan kelib chiqib ish qiladi. Birovlar o'zini dinga ilmi bilan bag'ishlagan. Birovlar kuch-quvvat bilan bag'ishlagan. Birovlar mol dunyosi bilan bag'ishlagan. Masalan, boyaga aytilgan payg'ambarlarga o'g'il berdi, qiz berdi, oralash berdi degandaqa siz 4 ta xalifaga qarang. Abu Bakrda nima bor edi? Mol dunyo bormidi? Bor edi, sarf qildi mol dunyosini. Umarda nima bor? Hech narsa yo'q edi. Ilm bor edi, shijoat bor edi, dinga sarf qildi. Osmon roziyallohu anhu nima bor edi? Saxovat bor edi, dinga sarf qildi. Alida nima bor edi? Ilm bor edi, dinga sarf qildi. Har sahobiy o'zini yo'nalishida dinga xizmat qildi. Siz ham o'zingiz yo'nalishingizda dinga xizmat qiling. Nimangiz bor dinga foyda keltira oladigan? Ko'rsating shuni. O'shin bilan jannatga kirasiz. Qiling qo'lingizdan kelgan. Nima savobga qo'lingizdan kelsa, nimaga imkoniyat bo'lsa qiling shuni. Nima gunohdan tiyilish kerak bo'lsa tiyiling. Ish shunda bitadi akalar. Xudo hammamiz bola chaqamizga insof bersin.